Aziz obunachilarimiz, Sayfullo TV sizlar uchun yana bir kvartirani sotuvga chiqardik. 120 kvadrat. Ko'rib turganingizdek 3 xonali kvartira, 6-qavatda joylashgan, lifti ham bor. Mana oshxona qismi, oshxonasi ham juda ham keng. Ko'rib turganingizdek barcha jihozlar bilan, mebel jihozlar bilan jihozlangan. Bu yer bo'ladi kiraverish qismi, hammom va hojatxona. Bu yerda esa bolalar yotoqxonasi. Aziz obunachilarimiz, Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday kvartiralarni sotuvga chiqardik aziz obunachilar. Bu yer esa kattalar yotoqxonasi, 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bizni kuzatib boring. Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Mana shunday chiroyli, zahadi ijjivi, tayyor, kirib shunday yashaydigan kvartira qidirib yurgan tanishlaringizga bu videoni yuborib qo'ying. Ko'rib turganingizdek kattagina mehmonxona, mana shunday stol, mebel jihozi bor, televizor bor. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa ekranda narxini yozib qoldiramiz. Ko'pchilik bizdan narxini so'raydi. Narxini ekranda yozib qoldiraman. Telefon raqamlarini ham ekranda yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimda kim kvartira, uy joy qidirib yurgan bo'lsa, Sayfullo TV ga murojaat qilinglar aziz obunachilarimiz. Ekranda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Hozir mana shu kvartirani отдельный mana hojatxonasi ko'rib turganingizdek va bu tomonda yuvinish xonasi. Bu yerda ham unitaz bor. Ko'rib turganingizdek unitaz 2 ta. Kvartiramiz juda ham katta va juda ham shinam, yangi remontdan chiqqan 120 kvadrat. Kimga qiziq bo'lsa ekranda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar aziz obunachilar. Sayfullo TV ni kuzatib boring. Mana shunday Samarqand shahardan shinamgina kvartiralarni sotuvga chiqaraveramiz. Bizni kuzatib boring. Kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. 3 sotixlik quruq yer hisobiga sotiladi. 2 Chinor Samarqand shaharda joylashgan 3 sotixlik yer maydoni sotuvga chiqdi. Narxi 110 ming, savdosi bor aziz obunachilar. Ko'rib turganingizdek, ko'pchilik bizga aytadiki, quruq yerni o'zi kerak, sotib olamiz u o'zimiz proyektimizni qurib uy quramiz degan obunachilarimiz uchun 2 Chinor adres Samarqand shaharda, 2 Chinorda, manzil 2 Chinorda, narxi 110 ming, savdosi bor aziz obunachilar. Aziz YouTube kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek mana eski uy yiqitib, mana tekislab 3 sotiq yer maydoni. Kimga qiziq bo'lsa, narxi 110 ming, savdosi bor. Aloqaga chiqinglar. Sayfullo TV mana sizlar uchun quruq yer center shahardan so'raganlarga mana 3 sotiq yer. Bitta townhouse yasasa bo'ladi bu yerga, qurib bitkazsa bo'ladi. Bitta townhouse uchun zo'r variant, shaharning sentrida, qoq markazida, Samarqand shahar. Kimga qiziq bo'lsa ekranda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Narxi 110 ming, savdosi bor. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz hozir Nayman qishloqda keldik. Bu yerda 6 sotiqli hovlimiz sotuvga chiqyapti. 6 ta xonasi bor aziz obunachilar. Bu tomonda podval qismi ham bor. Mana xonalarning ko'rinishi. Mana xonalari ko'rib turganingizdek. Bu yerda podvali ham bor. Aziz obunachilar, Sayfullo TV kanalini kuzatib bormoqdasiz. Nayman qishloqdan hovlimiz sotuvga chiqdi, 6 sotiq. Narxi 70 ming, savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa ekranda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Sayfullo TV ni kuzatib boringlar aziz obunachilar. Kimdaki mana shunday YouTube'dan murojaat qilsangiz kelishtirib berishadi, savdosi bor. Manzilimiz Nayman qishloqdan bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek 6 sotiqlik dokument hujjatlari tayyor. Mana shunday yerimiz sotuvga chiqdi. Aziz obunachilar, Sayfullo TV ni kuzatib boring. Mana shunday 6 xonali hovlimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa ekranda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yer qidirib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar.